Men qaynonamni o'g'li Xojam bilan yarashib birga yashayotganimizga 3 oy bo'ldi. Toshkentga ko'chib kelganimizga esa 1 yilcha bo'lib qoldi. Bu yerda yashash qiyin, umuman olganda joyning farqi yo'q, lekin bolalarning kelajagi uchun ishlab pul topish oson emas. Ayniqsa o'zimni sarxarajatimga, bolalarimning kam ko'stiga, erimni bir o'zlariga ro'zg'or kamchiliklarini bo'yniga olish qiyinlik qiladi. Qancha ishlasa ham fizически baribir yetkiza olmaymiz. Chunki borgan sari bolalar katta bo'lyapti. Shuning uchun blog yuritishimdan tashqari ko'chada ham syomkalar bor. Ya'ni odamlarning ishini syomka qilib ishlayman va shundan daromad topaman. Shuningdek, hozir Sabina Fattaxovna bilan ishlayapman va bundan juda ham mamnunman. Toshkentga ko'chib kelganimizdan beri shu kichik o'g'ilcham bilan sovuni sovuq demasdan, issiqni issiq demasdan bilsanglar, qayerga borsam birga syomkalarim bilan o'zim bilan olib yuraman. Chunki ertalabdan kechgacha qolib ketishimdan bolamga esa uyda kim qarab qolishini o'ylayman. Bolalar bog'chasichi deyishinglar mumkin. Aynan shu bog'cha xarajatini qoplash uchun ham bolamni qo'ldan yetaklar syomkalarimda birga olib yurishga majbur bo'laman. Ro'paramizdagi bog'cha oylik to'lovi esa 2,5 million. Davlatnikicha arzon-ku bering o'shanga deyishinglar mumkin. Ro'yxatda turibmiz. Navbatimiz hali bericha kelgani yo'q. Xo'p, zarilmi ko'chama-ko'cha ishlab, bola bilan boshqa ayollarga o'xshab uyda o'tirsang bo'lmaydimi? Deganlar uchun meni ham boshqalarga o'xshab, конечно, erimni topganiga qanoat qilib, bolalarimga qarab, bularning tarbiyasi bilan shug'ullanib, issiq uyimda jonimga oro kirgizib, erimni topganiga mazza qilib yeb yotgim kelmaydimi? Lekin ro'zg'or, bolalar, o'zimning xarajatimni erim zimmasiga yuklasam, oilada pul borasida tinchlik bo'lmaydi. Bu gapim bilan hozir topmaydi, qilmayaptilar emas, topadilar, lekin yetkiza olmayapmiz. Men ham xohlayman erta bir kun kelajakda erimni hozirgidan ham battar ko'p pul topib, faqat bizaga oilasiga sarflab qo'yib, men uyda o'tirg'izib, boshdan oyog'imni uchigacha tillaga ko'mib pul sochishlarini.